navbatdagi e, nimalardan Pifagor miloddan avvalgi 576 496 yillarda o'tgan adam ekan. Pifagor teoremasini bilamiz. Hali o miloddan eramizdan avval 500 dan 600 yilga yaqin avvalgi o'tgan odam shunday Pifagor teoremalarni yaratdi-yu, uchburchaklarni nimalarni. Hozirgi taraqqiy etgan zamonda shuni bilishmaydi ko'pchiligi. Shu paytlarda ahli yetib shuni topgan odam bu Pifagor. Janubiy Italiyaning Regia shahrida tug'ilib o'sgan qadimgi Yunon faylasufi Pifagor Mnesarix ismli kishining farzandi bo'lgan. Otasi uni xizmat safariga doimo o'zi bilan olib yurgan. Oqibatda Pifagor qiziquvchan va yangi narsalarni bilishga intiluvchan bo'lib o'sadi. U faylasuflar Anaximander va Ferekisning shogirdi bo'lgan. Pifagor uzoq vaqt davomida Misrda tahsil olgan. Zardushtiylik diniga juda qiziqqan. Zardushiylik endi u noto'g'ri gap. Endi shu paytlarda zardushiylik bo'lgan bo'lsa kerak-da, yo'larda. Otashparastlik. U Misrda ilm sirlarini o'rganish uchun hatto xatna qildirishga ham rozi bo'lgan. Aks holda uni kitoblarga yaqinlashtirishmasdi. U hech qachon yig'lamagan va umuman ehtiros hamda his-hayajonga ham berilmagan. Endi u Misr u paytlarda shu nimaga Rim imperiyasiga qaraganda, Rim imperiyasi ko'p yillar bosib olganda, shunday qarab, Afrika, Misrlarda. Pifagorning quyidagi asarlari ma'lum. Tabiat haqida, davlat haqida, tarbiya haqida, jon haqida, olam haqida, ilohiy kalom. Pifagor miloddan avvalgi 496-yilda dushmanlari tomonidan o'ldirilgan. Pifagor hayotning mazmuniga oid qarashlarga falsafa deb nom bergan birinchi donishmand edi. Uni boshlanishi. Rivoyat qilishlaricha, Filiund shahriga safari chog'ida hokim Leon Pifagordan so'radi: "Sen qaysi ilm bilimdonisan?" "Hech qaysi", javob berdi Pifagor. "Men shunchaki bir faylasufman." "Falsafa degani nima o'zi?" Taajjublanib so'radi hokim. Pifagor shunday javob berdi: "Inson umri bozor va olimpiya o'yinlariga qiyoslash mumkin." Insonning umrini ikkita narsaga qiyoslayapti ekan. Bozorga va olimpiya o'yinlaridagi odamlarga qiyoslayapti-da. Bozordagi sotuvchilar ham, xaridorlar ham doimo o'z foydalarini ko'zlaydilar. Dunyoda hamma odamlar o'zini foydasini ko'zlayapti. Keyin olimpiya o'yinlari ishtirokchilari esa shon-shuhrat va mashhurlik paydo bo'ladilar. O'yingohdagi tomoshabinlar esa ularni diqqat bilan kuzatadilar. Ya'ni odamlarda
dunyodagi odamlar agar o'zini foydasini o'ylash bozordagi o'xshab, hammaga olimpiadaga nimaga o'xshab turib o'zini ko'rsatish, dunyodan nom qoldirish, shunaqa narsalarda ko'z yeydigan ko'pchilik deyapti. Lekin aqlli odamlar deyapti, chetdan turib olib ularni kuzatib, haligi tomoshabinga o'xshab kuzatib, baho berib nima qilish kerakligini bilib turadi demoqchi bo'lyapti. Hayotda ham shunday. Odamlarning katta bir guruhi boylik va shon shuhrat orttirish maqsadida yelib yuguradilar. Ana shu olomon